Fransiya Tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian seshanba kuni davlat majlisida qilgan so'zida vakillar umumini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining ichida tashkillashga chaqirdi. Le Drian so'zida Sharq Turkistonda xalqaro kishilik huquq shartnomasiga kirgizilgan universal prinsiplarga zid adolatsiz qilmishlar bor dedi. Fransiya ministri Uyg'urlar uchrayotgan zulm va bostirishlar haqida to'xtalganda, Uyg'urlarning lagerlarga qamalganligi, keng ko'lamli tutib turilishi, majburiy emgak silinishi va Uyg'ur ayollarining tug'mas qilib etilishi, Uyg'urlarning madaniyat meroslarining vayron qilinishi va nazorat sistemasi qatorliqlarni tilga oldi. Le Drian oldingi hafta davlat majlisida qilgan so'zida Uyg'urlarning yig'ilish lagerlarida tutib turilishini qabul qilib bo'lmaydi degan edi. Yana bir tarafdan Beijing Le Drianning bayonotlarini rad qilib, Xitoy hukumatining hech qanday etnik va diniy azsonlikni nishon qilmaganligini aytdi. Fransiya Tashqi ishlar ministri so'zida Xitoyning inkosiga qarata kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning rahbarligida mustaqil xalqaro vakillar umumi qurib, rayonning vaziyatiga shohid bo'lishni o'ttirg'a qo'ydi. Le Drian so'zida yana mundaq dedi: Xitoy amaldorlari buni qabul qilmag'achqa, u yerga berib naq maydonda tekshirish kerak. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Hong Kong va Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida telefonda suhbatlashdi. Angliya Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, suhbat jarayonida ikki taraf munosabati baholangan 9-oyda Hong Kongda o'tkaziladigan qonun kengash saylami va Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiligi qatorliq masalalar muzokara qilingan. Suhbatda Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan ijobiy munosabatni saqlab qolishni xohlaydiganligi, bosh ministr Boris Johnsonning jiddiy masalalarga qarata Beijing bilan bo'lgan hamkorligini davomlashtirishni xohlaydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Raab 9-oyda Hong Kongda o'tkazilmoqchi bo'lgan qonun kengashi saylamiga yaqindan ko'ngil bo'ladiganligini, shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiligining oxirlashishini talab qiladiganligini aytgan. Türkiye İçki İşler Ministerligining muavin ministri va bayonotchisi Ismoil Chatakli 50 ming Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligi haqidagi aytishlarga qarata Uyg'ur qarindoshlarimiz xotirjam bo'lsin. Bu butunlay quruq gap dedi. Sobiq bosh ministr va hozirgi Kelajak partiyasining raisi Ahmad Davuto'g'li partiyasining bir yig'inida so'z qilganda, axborotda oshkorlangan xabarlarda Turkiyadagi 50 ming Uyg'ur qarindoshimizning Tojikiston orqali Xitoyga qaytarilganligi aytilmoqda. Bu tarixga xiyonatdir. Uyg'ur qarindoshlarimiz bu zaminga Xitoy zulmidan qochib kelgan tursa, ularni qaytadan Xitoyga qaytarish Ozarbayjonlik qarindoshlarimizni Stalinga qaytarib bergandeklar yuragimizni azoblaydi degan edi. Ichki ishlar ministrligi bayonotchisi Ismoil Chatakli bu haqda ommaviy taratquv hisobida yuqorqi bayonotni e'lon qildi. Bir 1949-yili Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa turk millatlarga vahshiylarcha ziyonkashlik qilib keldi. Yakan qirg'inchiligi Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilgan jinoyatlardan faqat biridir. Bu qirg'inchilik 2014-yili 28-iyul kuni yuz bergan edi. O kun dal Ramzonning 28-kuni edi. O kuni Xitoy qurolli soqchilari Yakanning Elishqo bozorida ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan 3000 dan ortiq begona insonni qirib tashlagan edi. Bu qatliamdan keyin Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan zulm va qirg'inchiligi shiddat bilan kuchaydi. Lekin Sharq Turkiston xalqi qat'iy irodasi bilan bu g'ayib va rahimsiz kurashni davomlashtirmoqda. Yangi Zelandiya Tashqi ishlar ministri Winston Peters mundaq dedi: Xitoyning bu rayonda davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yish qaroridan keyin Yangi Zelandiya Hong Kong bilan o'tkazib berish kelishimini vaqtincha to'xtatdi va boshqa ba'zi o'zgartishlar elib berildi. Reuters agentligi Petersning Yangi Zelandiya Hong Kongning jinoiy ishlar adliya sistemasining Xitoydan yetarli mustaqil ekanligiga hamda ishonmaydi deganligini naql qildi.
Peters bayonotida agar Xitoy kelgusida bir davlat ikki xil tuzum ramkasiga bergan va'dasini ko'rsatsa, Yangi Zelandiyaning bu qarorga qarta qarab chiqadiganligini aytdi. Avstraliya, Kanada va Angliya mushu oyning 5ida Hong Kong bilan o'tkazib berish to'xtamini vaqtincha to'xtatdi. Amerika prezidenti Donald Trump bo'lsa, Hong Kongga qaratilgan iqtisodiy e'tiborni oxirlashtirdi.